Firavun Musa alayhisolatu vassalom gapi bor. Innaka sen bilasan, meni payg'ambarligimni bilasan, lekin kibr qilyapsan degan. Firavun Allohning borligini bilar edi, o'zini odamligini ham bilar edi. Lekin xudoman deb qo'ygan-ku. Kibr, o'zini katta olgan. Kibr. Shayton ham hamma yo'lda shaytonga to'nganmiz biz. Ha desa shayton vasvasa qildi. Shayton vasvasa qiladi. Shayton bilan nafsning vasvasasining nima farqi bor? Shayton bilan nafsning vasvasasida farq bor. Shayton sizga bir narsani chiroyli ko'rsatadi, bir narsaga qiziqtiradi, mana shunaqa xayolga olib ketadi, ba'zi bir fikrlarni hayolingizga olib keladi, chalg'itadi. Sizni qiziqtiradi xolos. Ya'ni va ana ad'ukum degan shayton. Men sizlarni chaqirdim xolos degan. Chaqiradi xolos shayton. Lekin haligi qutqulab halak bo'lib qistab turib olish u nafsning ishi bo'ladi. Tamarrud, ya'ni qaysarlik turib olish nafsniki bo'ladi. Shayton nafsga pu deydi xolos. Deb nafsga pu deb sizga haligi nimani olib keladi? Sizga oqlovni olib keladi, hayollarni olib keladi, sizga chiroyli ko'rsatishga harakat qiladi. Nega? U tashqi dushman u. Baribir, tashqi dushman. Ichki dushman nafs. Nafs agar buzuq bo'lsa, u keyin shaytonga itoat qiladi. Nafs buzuq bo'lmasa, shaytonga itoat qilmaydi. O'shuning uchun shayton aytgan, u senga itoat Alloh aytgan, bandalarimga sen hukmron bo'la olmaysan deganda shayton aytgan, muxlis bandalaringga mening kuchim yetmaydi degan. Banda xolis Allohga yuzlansa, shaytonning hech qanaqa kuchi yetmaydi. Firavun ham agar kibrdan kechib, nafsini yengib, o'ziga bir tarbiya berganda u shayton ham hech narsa qila olmasdi. Lekin u shaytonning hamma gapini qabul qildi. Nafsi uni qo'ymadi, kibrga ketdi. Musa alayhisolamning haqligini bilib, mo'jizani 10 ta 8 ta mo'jizani ko'rib turib ham iymon keltirmadi. To halok bo'layotgan paytda, lekin u haligi ichida bor edi-yu. Baribir u o'zini xudo emasligini, insonligini bilar edi. Endi o'sha cho'kayotganda iymon keltirdi. Nega cho'kayotganda iymon keltirgan bilasizmi? Insonning tabiatida shu narsa bor. Inson boshiga balo tushganda nafsi sinadi. Siz boshingizga kulpa tushgan paytda o'zingizni bir rasmga olib qo'yib qo'ying bir chekkaga. O'sha haqiqiy odam shaklingiz bo'ladi. Boshiga ish tushganda, kasal bo'lganda, inson ojiz bo'lganda nafsi sinadi. O'shani bir rasmga olib saqlab qo'ying. Keyin o'zgarsangiz bilavering, siz izdan chiqayotgan bo'lasiz. Firavun ham ojizlikka tamom, u qo'lda quvvat bor vaqtda hovli qovurdi. Hali u deb ko'rdi, hali bu deb ko'rdi. Endi Musa, Robbingga duo qil, men balo ketsa bo'ldi, xo'p, aytganingni qilaman dedi. U Musa alayhisalom duo qilib balo arisa, qo'lda quvvat bor-ku, yana bilganini qilaverdi. Nega qo'lda quvvat bor? G'arq bo'lganda qo'lda quvvat qolmadi, hech narsa yo'q. Endi ojiz bo'lganda endi tan oldi. U mutakabbir ham, boshqa mutakabbir ham qalbini bir chekkasida tan olsa ham nafs qo'ymaydi, kibri qo'ymaydi. Lekin o'sha qo'ldan quvvat ketgan paytda endi bir gaplashing, binoyiday odam bo'lib qo'ygan bo'ladi. Ana nafsi o'lganda inson o'ziga keladi. Nafs ya'ni balo kelganda nafs sinadi. Nafs singanda inson o'ziga keladi. Allohning imtihoni shuki, shuni o'zing qil. Alloh gohida imtihon beradi bandaga. Gohida inson mana shunaqa ojiz qoladi. Mana o'tgan yili koronavirusga chalinganda hamma Xudo deb qoldimi? To'g'rimi? Qarasa o'qib ko'ryapti, o'xshamayapti. Keyin Xudo o'zing yordam bergin dedi. Lekin o'sha iymonda qolgan bor, keyin yana qaytib g'aflatga ketgan ham bor. Inson unutuvchan bo'ladi. Inson ana shunaqa ojiz qolganda Allohni tan oladi. Bir yahudiy bo'lgan ekan. Bu bo'lgan voqea deydi, estir paytda. Bir yahudiyga bitta kommunist oshnasi bor ekan. Kommunistlar o'zi espas bo'ladi. U aytibdiki, Xudo yo'q. Senlar shu ota bobong yahudiy, bittaniki musulmon, shu
ota bobomizdan qolgan deb dinga ishonashasan, insonning tabiatida Allohga ishonchi bor degan gaping yolg'on gap, debdi kommunist haligi yahudiy odamga. U yahudiy odam dindor odam ekan. Shuni sen bilan men garov o'ynayman, har qanaqasiga mening gapim to'g'ri bo'lib chiqadi desa, gap yo'q debdi. Men bitta yigitni olaman, tarbiya qilaman, uni shunaqa xudosiz qilamanki, ko'rasan, har qanaqa vaqtda ham u xudoni tan olmaydigan bo'ladi. Qil debdi. Bitta 7 yashar bolani olib 10 yil tarbiya qildi. Rosa hamma safsatasini aytib, haligi bolani zaharlagancha zaharlab, xudosiz qilib, xudosiz qip-qizil kommunist qildi. Qip-qizil xudosiz qilgandan keyin u desa ham kim unisi tortishib gaplashsa, hammani haligi inkor qilaverar ekan. Xudosizlik mafkurasi shunaqa singdirilgan. Keyin yahudiyga ro'para qilibdi. Mana haligi aytganim, bir o'zing gaplash debdi. Juda yaxshi debdi. Yahudiy bir xonaga olib kelib gaplashibdi haligi yahudiy odam. Bir ikki gapirsa, bu qilsa hech quloq solmabdi. Keyin rosa uribdi. Ursa, "Ey Xudo, o'zing yordam ber" dermish. "Ey Xudo, o'zing yordam ber. O'zing qutqar." Haligiga aytibdi-ki, mana banda nafs singanda, nafs ojiz qolganda, nafs singanda uning asli tabiatdagisi chiqadi. Shuning uchun Qur'oni Karimda juda ko'p kelgan oyat bor. Bandalar dengizga tushsa Alloh deydi. Bir bo'ron turib qolsa, "Ey Parvardigor, salom, sohilga chiqib olay" deydi. Chiqqandan keyin esa Allohni unutadi. Nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl. Oldin duo qilganini ham unutadi. Samolyot bir silkinsin-da, kalimani nihoyatda qo'yiq aytib, juda tavbani ham oxirigacha qilib qo'yiladi. Tushgandan keyin esa inson yana g'aflatga ketadi, agar o'zini nazorat qilmasa.